qarang o'rtoqlar. Nech pul sotasak endi buni, nech pul sirmasa pulini. Xullas o'rtoqlar mana akani turishini qaranglar. Og'ir aka bu, 4,5 kilo bor. Endi shunaqa 5 kilo. Taroziga qo'yib ko'ramizmi bitta? Hozir ulayman tarozini, hozir olib chiqib ulayman. Nech pulga beramiz aka endi buni? Buni $200 ga beraman. $200 yaxshi. Xudo xolasa peshonasi ochiq xo'roz. Kecha oz kam bo'lganda o'zim tuya qolar ekanman. Yana hozir pullarim zaryad qaranglar. Xo'rozlaring bo'lsa olib kelib oyoqni ko'raverasizlar. O'ta mo'shni ekan. Nech kilo? 4 kilo 200. Taroziga qo'shib qo'yib ham ko'raveramiz. Tarozi ham bor-a? Tarozi bor. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hurmatli Dakkan ishqibozlariga mana kimdir kecha kommentariyaga yozibdi, men Xorazm sotgan jo'jam xuddi shunaqa tikka raketa qanotida. Shundan bormi yana jo'jasidan, otasi bormi, tuxum bormi deb ko'pchilik yozayotgan edi. Hamma narsalarni sotilib ketgandan keyin qadrga yetiladi. Ungacha hammada bo'ladi. Aytmabsizda, men olardim deb qo'yishadi. O'rtoqlar, biz hozir bir joydamiz, Mingbuloqqa keldik mehmonga. Bir juft ekan bor ekan. Ko'rib shunchaki tomoshaga syomka qilaman desam, qiziqqanlar bu sotilaveradi uka deyishyapti mana. Moshni ekan aka o'zi ham, ha? Bir tulagan. Endi mana shu Urushdan keyingi holati salbes tashlagan holati. kecha o'ynalibdi yaqinda. O'yinni ham ta'rifini eshitdik, lekin syomkasi yo'q ekan. Ozgina ves tashlagan, lekin soppa-sog', beg'ubor. Bir tulak o'rtoqlar. Makiyon cho'ja ekan, ha? Makiyon cho'ja. Makiyon ammo toza karis ekan. Makiyonga sut bermaydi. Makiyon toza karis ekan. Makiyonni ham sotaveramizmi? Yo, padarka qo'yasizmi menga? Kelishamiz, endi men ketyapman. Makiyonni o'zini qolib ketmayman. Xullas akamizni har yili chet elga ketadilar, Qora dengizga. O'sha yerda xizmatlari o'sha yerda. Qaroz qolib ketmasin ukajon deyishdi. Mayli-da, endi kimdir qiziqsa, mana hozir ayni tulak sezon, tulak qidirib jo'ja sezon, jo'ja oladigan payt. Mana sizlarga toza makiyonlaring bo'lsa qo'shgani. Kilasi ham aka bir 5 kilo bor-a? Yo'q. Hozir 4 kiloning ustida u 5 kilo bo'ladi. Hozirda bu. O'yindan keyin hozir toz 4 kilo ustida-yu. 10 kun oldin 10 kun. 10 kun oldin o'ynagan ekan o'rtoqlar. Hozir buni orqasidan yursam bu aqabaqa qochyapti, lekin qo'ldan kelgancha chemka qilaveramiz. Ana o'rtoqlar. Buni qo'lga ushlasa bo'lmaydimi qo'lga? Xullas do'stlar, meni vaqtim bemalol, kelaman, boraman, oyog'ini ko'rib olaman deganlarga behijolat deyaptilar. Kelaverasizlar, eshigimiz ochiq. Ko'pchilik umrimni qo'ymang deydi, chunki bitta dakanga o'zimda ham boshimdan o'tadi. 1000 ta odam telefon qiladi-da. Haliga olmasa telefon qiladiganlar bor-da, qiziqib. 15-kunga chiqib ketaman, o'shaning uchun. 15-kunga ketasizmi? 15-kungacha qolmasdan ungacha bu sotilib ham ketadi. Bu aniq. Yengil tomosha bo'ldi do'stlar. Qo'ldan kelgancha endi bakam mushni. Endi ozgina bir paralarini silab, chiroyli qilib bir klikka tuxib yuborsa bu yana ham bir boshqacha bo'lib ketadi. Xudo xolasa. Holati zo'r, lekin zot olgani mushni ekan. Makiyonni nima qilamiz? Makiyonni kelishaveramiz. Makiyon jalka emas. Makiyon mana tuxumga kelib turibdi. Kechki makiyonni mana shularga qo'shilgandan o'zi Kelib turibdi. yaltillab qoldi betlarni. Ba'zi bir odam akamdek qiladi-da. Yangi qurilish bo'lyapti-ku. Syomkaga boradigan joylarimizda endi yangi qurish bo'layotgan joyda ko'rib tushunmasdan hovliga qarasang bo'lmaydimi deydi-da. Ko'pchilik o'rtoqlar yangi binolar baland qurilyapti. Haligi oldindan olmasam ko'pchilik kommentariyaga negativ yozilganiga ko'pchilik videoga chiqqisi kelmay qolyapti ekan. Mana yangi imorat qurildi, kottej forma qilib. Bu oson emas, endi bityapti. Bu yerlar endi eski uchastkalar buzilib, yangidan qurilyapti, to'g'rimi? Albatta hovliga e'tibor qilinadi bizda. Tartibga, chiroyga e'tibor qilinadi. Sekin-sekin bo'lyapti. Yana haligi dakan boqqincha hovliga qaramaysanmi degan gaplar kommentariyada bo'lmasin. To'g'risi oldin aytib qo'yaman. Ko'pchilik men YouTube'ga chiqmayman deb qolyapti-da, bezib qolyapti.
Xullas mana dakan kirib ketdi do'stlar. Akam hamma boqolmaydi yo'q. Dakamni hamma boqavermaydi. Bu hobbi, qiziqish. Mana do'stlar. Xo'p, xullas qiziqadiganlarga aloqadamiz. Nima ham deymiz endi hozir bu bittagina ekan. Bittagina bo'lsa ham obunachilar ko'rgisi keladi deb syomka qildik, erinmasdan o'rtoqlar mana. Narxini eshitdilaring? Ko'ngil ko'targanlar, ma'qul kelganlar aloqaga chiqarasizlar. Ma'qul kelmaganlarga tekin tomosha. Buni yomonlab yozish shart emas, o'rtoqlar. Yo'q. Quyon ham bor ekan-a? Ha, nevaralar quyon. Yana quyon bor ekan. Ikkita ekan-a? Ha, bir juft. Bir gap yo'q. Ha, bor ekan, qurg'mas ekan aka. Bir hafta bo'ldi. Nevaram quyon otadi, qo'ymadi. Nevaralarni quyoni ekan o'rtoqlar bu. Gap bo'lishi mumkin emas. Xullas do'stlar, keyingi avzorlarda ko'rishganda ko'rishguncha do'stlar.